Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Navruz mahalla hududida joylashgan 990 sonli konturda bir kontur bir mahsulot dasturi asosida ko'kat ekinlari ekilgan. Ushbu ekilgan maydon 10 gektardan iborat bo'lib, jami 18 ta dehqon xo'jaligi faoliyat yuritib kelyapti. Ushbu yer maydonining eniga 167 metr, bo'yiga 600 metrni tashkil etadi. Hozirgi kunda ushbu maydonda ko'kat mahsulotlari ukrop ekilgan, yetishtirish ishlari olib borilyapti. Ushbu bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida yetishtirilgan ekin turi bo'yicha lider tadbirkor qilib, kunchiqish taraqqiyoti ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan. Barcha texnik agregator ishlarini olib borildi. Hozirgi kunda hosil yig'ishtirib olish ishlari olib borilmoqda. Ushbu ko'kat mahsulotidan har gektardan 15 tonna olish, 15 tonnadan jami 150 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Parvarishlari hozirgi kunda juda yaxshi holatda. Ikkinchi ekin mahsulotlari bo'yicha ham ushbu birinchi ekin mahsulotlari yig'ishtirib olingandan keyin ikkinchi ekin mahsulotlari ekilib, ushbu ikkinchi ekin mahsulotlaridan ham yuqori hosildorni olish natijasida yaxshi daromadlar olish rejalashtirilgan.